Videolarimizda bir necha marta soxta va fiktivni turdovoy dogovorlardan ogohlantirgan bo'lsak ham, ayrimlar haligacha ham turdovoy dogovorni sotib olib xato qilishmoqda. Bu xato qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ikkita real holat orqali tushuntiramiz. Birinchi holat. Opamiz turdovoy dogovor sotib olib, UEDMLni topshirgan. Bir necha vaqt o'tgandan keyin redga tushib qolib, patentlarni politsiya xodimlari tekshirishganda patent annulировать bo'lgan deb vidvareni qilishgan. Patent nima sababdan annulировать qilinganligini bilish uchun zapros yuborganimizda turdovoy dogovor soxta ekanligi sababli annulировать qilinganligi ma'lum bo'ldi. Ikkinchi holat. Ikkita akamiz ham turdovoy dogovor sotib olib, gosusluga orqali UEDMLni topshirishgan. Usluga akazina bo'lgandan keyin bemalol ishlab yurishgan. Ishlab uyga ketib, qaytib kelib yangi patent topshirmoqchi bo'lishganida oldingi patenti annulировать bo'lganligi ma'lum bo'lgan va 1 yil patent ola olmaysizlar deb hujjatlarini qabul qilishmagan. Oldingi patentlari nima uchun annulировать qilinganligini aniqlash uchun zapros yuborganimizda bularda ham patent fiktivniy turdovoy dogovor sababli annulировать qilinganligi ma'lum bo'ldi. Soxta yoki fiktivniy turdovoy dogovorlarning yana bir xavfli tomoni shundaki, soxta hujjat ishlatganlik va yolg'on ma'lumot berganlik uchun Patpunkt 2 statiya 26 fezi 114 asosida 3 yildan 5 yilgacha Rossiyaga kirishga zapret qo'yilishi mumkin. Shu sababli turdovoy dogovorni sotib olishni tavsiya qilmaymiz. Bu holatdan boshqalarni ham ogohlantiring. Yaqinlaringizga videoni ulashing. Kanalimizga obuna bo'ling.